Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib borayotgan qadrli yurtdoshlar, xaridorlar. Sergelidan uy olaman degan mijozlarimizga Qumarg'iz zo'r lokatsiyasidan $130,000 yengani bitta variant. Xudo xolasa mana shu uyni olgan odam maza qiladi. Aynan mana shu uy joylashuvi o'zimga juda ham yoqdi. 1.6 sotuv yer maydoniga qurilgan, 5 ta xona tashkil etadi, plus oshxona. Hovlimizdan mana oldi tarafdan ko'rinishi katta panoramli romli qo'yilgan. Hovlisi ham ancha katta ko'riydi. Ikkita mashina bemalol kirib ketadi. Undan tashqari bu tarafda joy ham qoldirilgan. Kommunikatsiyalarda muammo yo'q. Hovli uchun bitta kattagina bu tarafda hojatxona qoldirilgan. Mana kotelniy xona, hojatxona mana shu bo'ladi. Katta razmerda qoldirishgan. Hovlisi ham katta ko'ringlar. Bunaqa kichkina sotuvli uydan hovlisi qanaqadir kichkina bo'ladi, bilmayman qanaqa plan qilishgan. Juda ham hovlisi ancha katta. Videoda kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Kelib o'zingizlar ko'rsanglar, ancha kattagina joy. Bismillah deb uy ichini ko'ramiz, videoni qisqa qilamiz. Zo'r fishkalarni hozirlik ko'rsataman. Kirishimizda mana shunaqa koridor, keng koridor bo'ladi. Mana zinadan ikkinchidagi chiqish yo'llari shuni chiroyli qilib remont qilingan. Topli qo'lda radiatorda siyda. Kirishimizga oshxona, xonalarning razmerlariga e'tibor berasizlar. Katta razmerda xona qoldirilgan. Bunaqa ko'p xonadonlar boramiz, shuni kichkina sotuvda xonalar kichkina. Oshxona kattaligini ko'rasizlar. Oilaviy bemalol mashtozda nonushta qilib o'tirsanglar bo'ladi. Antenaga mana sizlar tashab ketishgan antenalarni. Hop, oshxonadan keyin mana bu koridorda yana katta joy bor. Mana shundan ham unumli foydalansanglar bo'ladi. O'ng qo'limizda zal, indamasdan 15-20 ta mehmon kutolsanglar bo'ladi. Katta panoramli rom qo'ygan. Mana panoramli romlarni uy tushungan okalarimiz biladi, uy quruvchi okalarimiz panoramli rom uyni ham chiroyli ko'rsatadi, ham havo yaxshi aylanadi. Vid ko'rinishini ham vidini katta ko'rsatadi uyni. Keyin mana panoramli romni zo'r ko'rsatadi, lekin hamma ham qo'yavermaydi. Chunki panoramli rom qo'yganingizdan keyin rasxod ham ancha katta bo'ladi. Katta romning narxi ham katta bo'ladi. Zalimizni ko'rdinglar, 15-20 kishiga mo'ljallangan, havo aylanishiga orqa tarafda joy qoldirilgan bo'ladi. Chiroyli qilib aboylarni yopishtirishgan, yorug' svetda. Xo'p, chap qo'limizda birinchi qavat uchun sanuzel xona, katta razmerda. Kir mashinalar uchun, rakminalar uchun joylar qoldirilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol sig'adi hammasi. Yonida bitta spayna. Yosh kattalarga mo'ljallangan. Spaynaning razmeri ham kichkina emas, kattagina. Xonaning o'zi ham kichkina emas. Xudo xolasa, mana shu xonadonni olgan odam duo qilib yashaydi inshaalloh. Birinchi qavatimizda zal, oshxona, bitta spayna joylashgan bo'ldi. Ikkinchi qavatga chiqamiz. Lekin xonadon juda ham chiroyli chiqibdi. Ham zo'r, mustahkam qilingan. Ikkinchi qavatimizda atendli mana holi bor bu tarafda. Xo'p, zo'r fishka tarafini hozir aytaman deganim sababi qarang. Hozir shaharda havo buzilyapti, qanday bilasizlar, chang bosgan. Mashinalar zahar chiqargan, mana vodokanal Qumarg'izda joylashgan. Havo zo'r, toza havo. Shuni kelganingizda bilasizlar. Mana shundan toza havo chiqib turadi. Tinch joylar, havo toza. Katta ko'cha yuziga 400 metrmi, shuna 500 metr chiqarib berdi. Uzoqqa. Birinchi xonamiz bu tarafda spayna. Hamma xonalar romlari panoramli qilingan. Yomg'ir qorli yog'sa mana shunda shunaqa chiroyli ko'rinadi. Ko'ringlar, oldingizda tayyor tabiat, toza havo. Glavnisi yashayotgan joyingizda havo toza bo'lishi kerak. Mana shu joy shunaqa toza havo. Olgan odam xudo xolasa mazza qilib yashaydi. Zal. Hozirgi zalimizning ikkinchi qavati, razmer xuddi shunaqa. Bemalol 15-20 metr mehmoningiz kutaverasiz. Xolasingiz spalni qilib olsangiz bo'ladi. Keyin qaranglar, ikkinchi fishkasi mana shu yerda masjidlar ko'rinib turadi mana. Namoz azonlar shundoq eshitilib turadi. Masjidni mana shu yerdan ko'rib turasiz. Shahar ham Qumarg'izning yo'l yuzlari ham ko'rinadi mana shu yerda. Azon shundoq eshitiladi, masjidga bemalol qatnaverasiz mana shu yerda. Xo'p, ko'rdinglar, birinchi tarafi ham havo toza, ikkinchi tarafdan
masjiddan juda ham yaqin. Bu tarafda yana bitta spayni. Kattalarga mo'ljallangan, xohlasanglar bolalarga, xohlasanglar kattalar uchun yotoqxona qilib bersanglar bo'ladi. Chunki razmeri katta, unaqa bolalarga kattalarga narsa yo'q. Xohlagan xonanglarni bolalarga, xohlasanglar kattalarga ketaveradi. Yonida bo'lsa ikkinchi qavatimizda yana bitta sanuzel xonasi. Startli narxi $130,000 so'rashyapti. Kelishadigan joyi bor. Sergeli Qumar mahalla joylashgan. Agar mana shu xonadonlar qiziqtirsa, videoning tagida raqamlarga aloqa qilishinglar. Savdasi xudo xolisi barakasi egasi bilan bitadi. Qiziq bo'lsa videoga like bosib, kanalga podpiska qilib qo'yishingiz chiqmasin.